Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab pensiya, nafaqa, kompensatsiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha qanday o'zgarishlar bo'lishi mumkin? Kim bunga tayyor turishi kerak? Kim esa ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioner ota-onasi bor farzandlarga, nogironligi bo'lgan fuqarolarga, bo'g'uvchisini yo'qotgan oilalarga va ijtimoiy yordam oladigan insonlarga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulidan, vaqtidan va asabidan yutadi. Avval qanday edi? Ko'pchilik pensionerlar pensiyasini odatdagi tartibda olardi. Kimdir bank kartasiga, kimdir naqd shaklda, kimdir pochta yoki yetkazib berish xizmati orqali. Odatda odamlar faqat bitta narsani bilardi. Pensiya sanasi yaqinlashsa, karta tekshiriladi yoki to'lov kelishi kutiladi. Lekin amalda pensiya tizimida faqat pul tushishi emas, balki hujjat, ish staji, daromad ma'lumotlari, yashash joyi, bank rekvizitlari, nogironlik muddati, boquvchisini yo'qotganlik holati, qo'shimcha imtiyozlar va kompensatsiyalar ham katta rol o'ynaydi. Endi nima o'zgaryapti? 1 avgustdan boshlab ko'p hududlarda pensionerlar uchun eng muhim masala shuki, to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar yanada aniq tekshiriladi. Ayrim toifalar bo'yicha qayta hisob-kitob qilish ehtiyoji paydo bo'ladi. Bank kartasi va shaxsiy ma'lumotlar mosligi muhimlashadi. Ijtimoiy nafaqa yoki qo'shimcha to'lov olayotganlar esa o'z hujjatlari to'g'ri ekanini albatta tekshirish kerak bo'ladi. Men bu yerda bitta narsani alohida aytaman. Hamma pensionerning pensiyasi bir xil tarzda o'zgaradi deb o'ylash xato. Kimdadir pul miqdori o'zgarishi mumkin. Kimdadir faqat to'lov usuli yoki sana bilan bog'liq o'zgarish bo'ladi. Kimdadir esa umuman hech narsa o'zgarmaydi. Masalan, bir pensioner 2 million 1 ming so'm pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Agar uning ish staji bo'yicha oldin hisobga kirmagan davr topilsa, masalan 3 yil qo'shimcha ish staji tasdiqlansa, qayta hisob-kitob natijasida pensiya miqdori oshishi mumkin. Lekin boshqa bir pensionerda hamma hujjat avvaldan to'g'ri bo'lsa, u odam faqat odatdagi to'lovni olaveradi. Yana bir holat. Nogironlik nafaqasi olayotgan fuqaroning tibbiy xulosa muddati tugagan bo'lsa, to'lovda kechikish yuz berishi mumkin. Bu pul yo'qoladi degani emas. Lekin hujjat yangilanmaguncha tizim to'lovni ushlab turishi yoki tekshiruvga chiqarishi mumkin. Endi kimlar birinchi navbatda e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi toifa yoshga doir pensiya olayotganlar. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, eng avvalo pensiya miqdori, bank kartangiz, pasport ma'lumotlaringiz va yashash manzilingiz mosligini tekshiring. Ko'p hollarda muammo pensiya miqdorida emas, aynan ma'lumotlar mos kelmasligida chiqadi. Masalan, fuqaro eski pasport bilan pensiyaga chiqqan, keyin ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumot yangilanmagan. Natijada karta faol bo'lsa ham ayrim to'lovlarda tekshiruv cho'ziladi. Pensioner esa nega pul tushmadi deb xavotir oladi. Ikkinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Bu juda muhim. Agar pensioner pensiya olib turib rasmiy ishlayotgan bo'lsa, ayrim hollarda uning daromadi, ish joyi, mehnat shartnomasi va ijtimoiy soliq bo'yicha ma'lumotlar tizimida ko'rinadi. Bu pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin qo'shimcha nafaqa, moddiy yordam yoki maqsadli ijtimoiy to'lov olayotgan odam uchun rasmiy daromad ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir pensioner 2 million 300 ming so'm pensiya oladi. Yana yarim stavkada qorovul bo'lib ishlaydi va 1 million 200 ming so'm maosh oladi. Agar u faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsa, bu odatda boshqa masala. Lekin agar u kam ta'minlangan oila sifatida qo'shimcha yordam ham olayotgan bo'lsa, oilaning umumiy daromadi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan fuqarolar. Bu yerda eng katta xatolardan biri tibbiy ko'rik muddati va nogironlik guruhi bo'yicha hujjatni vaqtida tekshirmaslikdir. Agar nogironlik muddatsiz belgilanib bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin muddatli nogironlik bo'lsa, masalan 1 yilga yoki 2 yilga berilgan bo'lsa, to'lov davom etish uchun belgilangan muddatni qayta ko'rikdan o'tish kerak. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odam to'lov kechikkanini ko'rib, darrov nafaqamni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida esa sabab oddiy. Tibbiy xulosa muddati tugagan, yangi ma'lumot hali tizimga tushmagan. Shuning uchun bunday fuqarolar 2 avgustdan oldin yoki aynan shu davrida hujjat muddatini tekshirishi shart. 4-toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan oilalar. Bu to'lov ko'pincha farzandlar, voyaga yetmaganlar,
talaba yoshlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolariga bog'liq bo'ladi. Masalan, bola 10 yoshga to'lgan bo'lsa, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma o'z vaqtida berilmasa, to'lov vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Bu yerda ham eng muhim narsa huquq bor bo'lsa, uni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Tizim insonning niyatiga qarab emas, kiritilgan ma'lumotga qarab ishlaydi. 5-toifa yolg'iz yashovchi keksalar, parvarishga muhtoj pensionerlar va ijtimoiy xizmat oluvchilar. Bunday insonlar uchun faqat pensiya emas, kommunal kompensatsiya, oziq-ovqat yordami, dori darmon bilan bog'liq yordam yoki boshqa mahalliy dasturlar ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. Agar 1 avgustdan yangi ro'yxat shakllantirilsa yoki mavjud ro'yxatlar qayta tekshirilsa, mahalla ijtimoiy xodim yoki tegishli tashkilot siz haqingizdagi ma'lumotni yangilash kerak bo'ladi. Masalan, pensioner yolg'iz yashaydi, lekin ro'yxatda uning farzandi shu manzilda turadi deb ko'rsatilgan. Amalda farzand boshqa viloyatda yashashi mumkin, lekin tizimda manzil o'zgarmagan bo'lsa, yordam masalasida savol tug'iladi. Endi raqamli misollar bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, Abdulla aka 67 yoshda, pensiyasi 2.600.000 so'm. U pensiyasini bank kartasiga oladi. Avgust oyida karta muddati tugagan bo'lsa yoki bank kartasi bloklangan bo'lsa, pensiya tayinlangan bo'lsa ham puldan foydalanishda muammo bo'ladi. Bu pensiya kamaydi degani emas, lekin pensioner bankka borib kartani yangilamaguncha pulni yechib ololmasligi mumkin. Shuning uchun karta amal qilish muddatini oldindan ko'rish kerak. Kartada odatda oy va yil yoziladi. Agar 1924, 1925 yoki shunga o'xshash muddat ko'rsatilgan bo'lsa, ayniqsa avgust atrofida bank bilan bog'lanish kerak. Yana bir misol. Nazira opa 61 yoshda pensiya oladi va qo'shimcha ravishda nogiron farzandiga parvarish bilan bog'liq ijtimoiy yordam olish uchun murojaat qilgan. Uydagi daromad oldin faqat pensiya deb ko'rsatilgan, lekin keyin oila a'zolaridan biri rasmiy ishga kirgan. Bunday holatda yordam berish tartibi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yomon narsa emas. Bu tekshiruvning maqsadi yordamni haqiqatan ham ehtiyojmand oilaga yetkazishdir. Lekin agar oila a'zosi amalda bu uyda yashamasa yoki daromadi oilaga sarflanmasa, buni hujjat bilan isbotlash kerak bo'ladi. Yashash joyi, alohida ro'yxat, mehnat shartnomasi, daromad ma'lumotnomasi yoki mahalla dalolatnomasi kerak bo'lishi mumkin. 3-misol. Karim aka oldin 35 yil ishlagan, lekin pensiyaga chiqayotganda 29 yillik staji hisobga olingan. Chunki eski korxona arxivi topilmagan. Keyin u eski mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi yoki arxiv ma'lumotnomasini topdi. Agar bu hujjatlar haqiqiy va tasdiqlangan bo'lsa, qayta hisob kitob uchun murojaat qilish mumkin. Bunda 1 avgustdan bo'ladigan o'zgarishlar fonida odamlar aynan shuni unutmasligi kerak. Pensiya avtomatik o'sishini kutib o'tirmaslik kerak. O'zingizda qo'shimcha hujjat bo'lsa murojaat qiling. Ba'zan 2 yil, 5 yil yoki 10 yil oldingi ish davri topilishi pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'taman. Birinchi nozik jihat, hamma to'lov bir kunda tushmaydi. Ba'zi odamlar qo'shnisiga pul tushganini ko'radi. O'zida yo'qligini ko'radi va darrov vahimaga tushadi. Aslida to'lovlar banklar, hududlar, ro'yxatlar va texnik jarayonlarga qarab bosqichma-bosqich amalga oshirilishi mumkin. Agar qo'shniga 3 avgustda tushsa, sizga 1 avgustda tushishi ehtimoli bor. Lekin odatdagi muddatdan ancha o'tib ketsa, masalan bir necha ish kuni davomida umuman harakat bo'lmasa, unda tekshirish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Kartaga pul tushgani bilan SMS kelmasligi mumkin. Ba'zi pensionerlar SMS xabar kelmasa pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida bank ilovasida yoki bankomatda balansni tekshirganda pul borligi ko'rinadi. Ba'zida telefon raqami almashgan, SMS xizmati ochgan, bankdagi raqam eski bo'lgan yoki aloqa operatorida muammo bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun faqat SMSga qarab xulosa qilmang. Kartani bankomatda tekshiring. Bank ilovasidan ko'ring yoki bankning rasmiy aloqa markaziga qo'ng'iroq qiling. 3-nozik jihat, ortiqcha to'langan pul keyin ushlab qolinishi mumkin. Bu juda muhim. Agar tizimda xato bo'lib, sizga aslida tegishli bo'lmagan qo'shimcha to'lov tushsa, tushdimi? Demak, meniki deb o'ylamang. Keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlansa, keyingi oylarda pensiyadan ushlab qolinishi yoki qaytarish talab qilinishi mumkin. Masalan, bir odamga 500 ming so'm ortiqcha tushdi. U darhol sarfladi. Keyingi oyda pensiyasidan shu summa bosqichma-bosqich ushlab qolindi. Shuning uchun notanish, odatdagidan ancha ko'p summa tushsa, avval sababini aniqlang.
To'rtinchi nozik jihat. Pensiya miqdori oshsa ham qo'lga tegadigan pul hamisha shuncha oshmasligi mumkin. Nega? Chunki ayrim odamlarning kredit to'lovi, aliment, ijro hujjati bo'yicha ushlanma yoki bank qarzi bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 200 ming so'mga oshdi, lekin odamning kartasidan kredit bo'yicha avtomatik ushlanma bor. Natijada pensioner oshmadi deb o'ylaydi. Aslida hisob kitobda oshgan, lekin ushlanma bor. Bunday holatda bankdan ko'chirma oling va pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotdan pensiya hisob kitob varaqasini so'rang. 5-nozik jihat. Yashash joyi o'zgargan to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Agar pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chsa, ro'yxatdan o'tish, pensiya ishi, bank filiali va mahalla ma'lumotlari yangilanishi kerak bo'ladi. Bu ayniqsa qishloqdan shaharga yoki boshqa viloyatga ko'chgan keksalarda ko'p uchraydi. Ko'chib o'tgandan keyin men oldingi joyda pensiya olardim, endi o'zi kelaveradi deb kutmaslik kerak. Rasmiy ro'yxat va tizimdagi manzil mos bo'lishi kerak. 6-nozik jihat. Ishonchnomasi orqali pensiya olish. Agar pensioner kasal bo'lsa, yura olmasa yoki chet elda vaqtincha bo'lsa, yaqinlari ishonchnoma bilan pul olishga harakat qiladi. Bu yerda ishonchnomaning muddati notarial tasdiqlanishi va bank yoki to'lov tashkiloti talablariga mosligi muhim. Muddati o'tgan ishonchnoma bilan pul berilmaydi. Ba'zi hollarda pensionerning tirikligi va yashash holati tasdiqlanishi ham so'ralishi mumkin. Bu noqulay ko'rinadi, lekin tizimda firibgarlikning oldini olish uchun shunday talablar bo'ladi. 7-nozik jihat. Chet elda yurgan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat boshqa davlatda bo'lsa, to'lov tartibi, bank kartasi ishlashi, ishonchnoma, konsullik tasdiqlari va yashash holati bilan bog'liq savollar chiqishi mumkin. Pensioner Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatda farzandlari yonida yashayapti, lekin pensiyasi O'zbekistondagi kartaga tushadi. Karta muddati tugasa yoki bank xavfsizlik sababli operatsiyani cheklasa, puldan foydalanish qiyinlashadi. Bunday odamlar oldindan bank bilan bog'lanib, karta muddati, telefon raqami va vakil orqali ish yuritish imkoniyatini tekshirishi kerak. Endi kim xavotir olmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz odatdagidek tushayotgan bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, nogironlik yoki qo'shimcha nafaqa muddati tugamagan bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa va sizga hech qanday ogohlantirish kelmagan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushmang. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki pensiya masalasida eng to'g'ri yo'l muammo chiqqandan keyin yugurish emas, muammo chiqmasidan oldin hujjatni tartibga keltirish. Endi nima qilish kerakligini aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, pensiya kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddati o'tmaganmi? Karta bloklanmaganmi? PIN kodni bilasizmi? Telefon raqam bankda to'g'ri turibdimi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Shularni aniqlang. Agar karta muddati yaqinlashgan bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bora olmasangiz, bankdan ishonchnoma yoki mobil xizmat tartibini so'rang. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport, PIN FL, yashash manzili, nikoh yoki oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar pasport almashgan bo'lsangiz, lekin bankda eski ma'lumot turgan bo'lsa, yangilang. Agar yashash joyingiz o'zgargan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish masalasini kechiktirmang. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, masalan, ayollarda nikoh yoki ajrimdan keyin pensiya va bank ma'lumotlari bir xil bo'lishi kerak. 3-qadam, pensiya hisob-kitobingizni tekshirib oling. Buning uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari orqali mavjud imkoniyatlarni tekshirish mumkin. Siz mening pensiyam qanday staj va qanday ko'rsatkichlar asosida hisoblangan deb so'rashga haqlisiz. Agar eski ish joylaringiz bo'lsa, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari. Harbiy xizmat yoki bola parvarishi davrlari bo'yicha hujjatlarni yig'ing. 4-qadam, qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsangiz, uning shartlarini alohida tekshiring. Masalan, nogironlik nafaqasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, kam ta'minlangan oila yordami, parvarish puli, kommunal kompensatsiya yoki boshqa mahalliy yordam bo'lsa, har birining o'z talabi bor. Bitta pensiya hujjati hammasiga yetadi deb o'ylamang. Talaba farzand uchun o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik uchun tibbiy xulosa kerak bo'ladi. Yolg'iz yashovchi pensioner uchun mahalla ma'lumotnomasi yoki yashash holatini tasdiqlovchi dalolatnoma so'ralishi mumkin. 5-qadam, agar to'lov tushmasa, darrov uchta joyni tekshiring.
Avval bankni tekshiring, karta faolmi? Pul kelganmi? Ushlanma bormi? Keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli to'lov organidan so'rang. Sizning to'lovingiz ro'yxatda bormi? To'xtatish yoki qayta tekshirish sababi bormi? Keyin mahalla yoki ijtimoiy xodimdan so'rang. Siz haqingizdagi ma'lumot yangilanganmi? Qo'shimcha hujjat talab qilinyaptimi? Shunday qilsangiz, muammoni tez topasiz. 6-qadam, murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar masala jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada ism familiyangiz, JSHR yoki PIN-FL raqamingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, qaysi to'lov bo'yicha murojaat qilayotganingiz va muammo nimada ekanini aniq yozing. Masalan, 2025 yil avgust oyi uchun yoshga doir pensiya to'lovim bank kartamga kelib tushmadi. Sababini aniqlab berishingizni va to'lov holati bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, karta rekviziti, mavjud ma'lumotnoma yoki oldingi to'lov ko'chirmasini ilova qiling. 7-qadam, har bir hujjatning nusxasini saqlang. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank rekviziti. Ariza nusxasi, qabul qilingan sana bo'yicha belgi, hammasi kerak bo'lishi mumkin. Men doim pensionerlarga shuni maslahat beraman. Bitta papka qiling. Papkada pasport nusxasi, pensiya hujjatlari, bank ma'lumotlari, tibbiy hujjatlar, arizalar va javoblar alohida tursin. Farzandlaringizga ham qayerda turganini aytib qo'ying. Chunki ko'p muammo hujjat yo'qligidan emas, hujjat topilmay qolganidan cho'ziladi. 8-qadam, notanish odamlarga karta raqami, SMS kod, PIN, kod va pasport ma'lumotlarini bermang. Pensiya o'zgarishi haqida gap chiqqanda firibgarlar faollashadi. Yangi to'lov chiqdi. Kartangizni ro'yxatdan o'tkazamiz. Avgustdan pul qo'shiladi. SMS kodni ayting. Pensiyangiz blok bo'lmasligi uchun havolaga kiring degan gaplarga ishonmang. Hech bir rasmiy idora sizdan SMS kod so'ramaydi. Bank xodimi ham PIN kod so'ramasligi kerak. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 9-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Prezident qarorlari, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik tizimi, mahalliy hokimliklar, banklarning rasmiy sayfalari orqali ma'lumotni tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma pensionerga falon pul beriladi degan xabar ko'rsangiz, darhol ishonmang. Avval rasmiy hujjat bormi, kimlarga tegishli? Qaysi sanadan? Qanday shart bilan? Murojaat kerakmi yoki avtomatikmi? Shularni aniqlang. 10-qadam, agar huquqingiz buzilgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limiga boring. Javob ololmasangiz viloyat darajasiga, zarur bo'lsa vazirlik, davlat xizmatlari markazi, virtual qabulxona yoki sud tartibiga murojaat qilish mumkin. Lekin har bir bosqichda hujjat bo'lishi kerak. Menga aytishdi degan gap isbot bo'lmaydi. Ariza, javob xati, bank ko'chirmasi, tibbiy xulosa, arxiv ma'lumotnomasi isbot bo'ladi. Men yana bir muhim maslahat beraman. Pensionerning farzandlari bu masalaga befarq bo'lmasin. Ko'p keksa insonlar bank ilovasi, onlayn xizmatlar, SMS xabarlar yoki rasmiy saytlar bilan ishlashda qiynaladi. Farzand sifatida oyiga bir marta ota-onangizning kartasi ishlayaptimi? Pensiya vaqtida tushyaptimi? Hujjat muddati o'tmaganmi? Telefon raqami faolmi? Shularni tekshirib qo'ying. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin ba'zan bir soatlik yordam katta muammoning oldini oladi. Xulosa qilib aytaman, 1 avgustdan boshlab pensionerlar uchun eng muhim vazifa vahima qilish emas, balki tayyor turish. Pensiya kartasini, hujjatlarni, yashash manzilini, nogironlik yoki qo'shimcha nafaqa muddatini, bankdagi telefon raqamini va pensiya hisob-kitobini tekshirish kerak. Kimning hujjati joyida bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Kimda eski hujjat, muddati o'tgan karta, noto'g'ri manzil tasdiqlanmagan staj yoki qo'shimcha to'lov bo'yicha noaniqlik bo'lsa, hozirdan harakat qilish kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bor bo'lsa, bugun aytganlarimni kechiktirmang. Karta muddatini ko'ring, hujjat papkasini tayyorlang, kerak bo'lsa mahalla, bank yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda avgust oyidagi to'lovlar bo'yicha qanday xabarlar bor? Pensiya vaqtida tushyaptimi? Qanday muammoga duch keldingiz? Fikringiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoni like qiling. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot aynan vaqtida yetib borsa, ko'p odam ortiqcha sarson bo'lmaydi.